Hmm, Unda bo'lsa biz bugungi darsimizda asosli o'rgangan mazmun nima deganda, bugungi darsimizda biz fe'l, fa'il va maf'ul haqida bir qadar tafsiliyroq to'xtaldik. Biz fe'l haqida bundan ilgari ko'p to'xtalgan, ya'ni fe'l deganimiz bir ish harakatni bildiradi. Fa'il deganimiz shu ish harakatning qilg'uvchisini biz fa'il deymiz. Maf'ul deganimiz shu ish harakat ustiga tushgan narsa maf'ul bo'ladi. Buni aytib tushunishlik. Mana yuqorida misolda ko'rsatilganda katabal mudarrisu darsa degan bu jumlada kataba yozdi degan bu bir ish harakat fe'l, al mudarris o'qituvchi yozdi bo'lgandan keyin bu yozishdan iborat ish harakatni qilguvchi bo'lgan al mudarrisun bo'ladi, fa'il bo'ladi. Fa'il bo'ladi. Undan keyin biz ikkinchi maf'ul, ya'ni o'qituvchi darsni yozdi bo'lgandan keyin bu yerdagi yozilgan narsani yozishdan iborat ish harakat nima ustiga tushdi? Darsning ustiga tushdi. Shuning uchun bu yerdagi darsni bo'ladi, maf'ulun bih bo'ladi. Mushu bo'yicha. Buni aytib tushunishlik bugungi darsimizda bu tafsiliy so'zlangan. Endi ikkinchi mazmun bugungi darsimizdagi ikkinchi mazmun nima deganda, endi bu fe'l fa'ilningki kishilik almashlarga ulinib keladigan yoki kishilik almashlash shaklida keladigan holati bor. Masalan, hafiztuha degan bu jumlaga qaraydigan bo'lsak, buningdagi fa'il nima? Kishilik almash. Fa'il kishilik almash. Hafiztuha degandagi hafiza fe'il, ya'ni hafiztuhaning ma'nosi nima? Men uni qanday qildim? Yodladim. Men uni yodladim. Men uni yodladim. Buniki yodladim degan nima? Fe'l. U qaysini bildiradi? Hafiz, hafiza. Tu, ya'ni men degan gap ananinki unutilgan shakli bu fa'il bo'ldi. Hachu maf'ulun bih. Men uni yodladim bo'lgandan keyin bu yerdagi yodlash uning ustiga tushdi. Shuning uchun buni bo'ldi. Maf'ul bo'ldi deymiz. Bu munoyati tushunishlik oson. Endi uchinchi qilib biz so'zlab o'tgan mazmunimiz bu nihoyatda diqqat qiladigan bir nuqta hisoblanishlar. Biz cümleni çoğun jihatdan ismliq jumla va fe'llik jumla ikkiga ayirdik. Ismliq jumla va fe'llik jumla deb ikkiga ayirdik. Masalan, at-tullabu zahabu degan bu jumla ismliq jumla, ya'ni ism bilan boshlangan jumla. Ism bilan boshlangan jumla. Bunga biz old bilan igi xabar degan tarkibni qo'yamiz. At-tullabu iga, ya'ni mubtada, zahabu cho xabar. Bu yerda xabarning bo'ldi, fe'l bo'ldi. Endi bu zahabu fe'l bo'ldi. Buning zahabu dek vocho fa'il bo'ldi. Bunun fa'ilini buldu, vo bo'ladi. Shuni nima uchun o'quvchilar badi desak, bu berishdan iborat ish harakatni qilg'uni at-tullabu desa, nima uchun biz buni nima demaymiz, fa'il demaymiz? Fa'il degan ish harakatni qilg'uvchi desa desak, qoida shuki, fa'il fe'ldan burun kelmaydi. Fe'ldan burun kelib qolsa, unga biz ayrim fa'il kelamiz. Shu fa'ilni bildiradigan ayrim bir alomatni kelamiz. U qaysi desa, zahabudiki vo shu fa'il. Shuning uchun keldik. Agar bu at-tullab zahabu degan fe'ldan keyin kelgan bo'lsa, bu atullah fa'ili bo'ladi. Bu vaqt vo kelmaydi. Nima bo'ladi? Zahabat tullabu bo'ladi. Bu vaqtda fa'il oshkor bo'lg'achqa fe'l birlik holatiga keladi deymiz. Mushu bo'yicha. Bugungi darsimizning asosiy mazmuni mushu. Endi biz imtihonning muloyisini boramiz. Imtihonning muloyisini boramiz. Qaraydigan bo'lsak, biz imtihonning birinchi savoliga to'g'ri javobni tanlang deb 3 dona jumlani berdik. Buning ichida ikkisi xato, birisi to'g'ri. Biz shu to'g'ri bo'lgan jumla tanlab bersak bo'ladi. Masalan, birinchisi qaysi? Birinchisi innal mudarrisa jalisun. Innal mudarrisa
Calisun. Ya birinci sınıfda mesela ama bak küçük boğaçkadan hazır iniq görünmeye kalmadım ben. Bu cümledeki 3 cümle arasındaki doğrusu qaysi desek, bu inne degan ismisini var, xavni peş qiladi. Shuning uchun innal mudarrise jalisun to'g'ri. Yuqorqi ikki tanlashni tanlagan o'quvchilar bu xato. İkinci sual. İkinci sual. La'allal mudarrise maridun, la'allal mudarrisu maridan, la'allal mudarrisu maridun. Bunun da mu innege o'xshashlar ismisi zıvar xabar peşuldu. Şunun için la'allal mudarrise maridun degani to'g'ri. Qayerga ikki tanlashni xato. Üçüncüsü mushu savolda ko'p o'quvchilar xato ketgan. Nima deganda biz buningda ikkinchi darsimizda buning qurilmasini o'rgandik. Ya'ni biz ikki narsani so'rgan vaqtimizda buningdagi shaxs yoki ko'rsatish olmishi o'ttirib keladi dedik. Nima bo'ladi vaqtda akitabun hada am daftarun. Demak, hada nima keldi? O'ttirda. Biz so'rmoqchi bo'lgan ikki narsa jumla 2-5da keladi. Akitabun hada am daftarun bo'ladi. Qalan ikki xil shakl tanlaganlar xato. To'rtinchisi hum leystum bitujjar deb xato yozib qo'ydim. Uniki hum lasna bitujjar dedim. Uniki hum laysu bitujjar. Albatta bunun to'g'risi qaysi? Hum laysu bitujjar. Chunki hum erlik uchinchi shaxs olg'achqa, lekin uchinchi shaxs erlik shaklda laysu kirish kerak. Beshinchisida amudarrisun ummuka onangiz o'qituvchimi dedik. Onangiz o'qituvchimi dedik. Buningda ya u o'qituvchi emas deb javob bersak bo'ldi. Bu ayollik üçüncü shaxs birlik bo'lg'achqa shu shakldagi leysni kelamiz. Nima bo'ldi? Ya leysat bi mudarrisatin bo'ldi. Leysat bi mudarrisat. Oltinchisi amutazawwijun anta sen to'y qilg'iliqmi desa, buni albatta birinchi shaxs shaklda leysni kelamiz. Qaysi? Ana lastu bi mutazawwij. 7-yettinchisi Hashim Muhammad Igizroq. Bunda biz ismi tafdilni ifodalamoqchi. Qaysi? Hashim atwalu min Muhammad. Bu to'g'risi. 8-inchisi bu kim? Xuddi sizning qarindishingizga o'xshaydi ekan degan bu jumla qaraydigan bo'lsak, man hada xuddi sizning qarindishingizga o'xshaydi. Kim u? Bunda bo'lgandan keyin ki annahu bo'lish kerak. Ki annahu akhuk. Man hada ki annahu akhuk. Akhuk bo'lish kerak. Bunda buni o'quvchilar xatolashibdi. 9-inchisi sinfda 19 o'g'il o'quvchi bor dedik. Endi 19 ni qanday sanaydik? Sanamoqchi bo'lgan narsa o'g'il bo'lib qolsa, ya'ni erlik bo'lib qolsa, sanning birlar xonasi ayollik, onlar xonasi mas holatda keladi. Unda o'z qaysi? Taliban o'g'il bo'lg'achqa 19 bu to'g'risi. 10-inchisi darajasan. Sana ayollik bu darajasanninki birikmasi sifat mavsufluq birikma. Shuning uchun bu mas holatda keladi. Unda bo'lsa sana ayollik bo'lgan ekan, belki sanmıcı ayarlıq şekilde. Fis senetil khamisati eliflam bo'lgan ekan, eliflamda holatda mas holatda keladi. Mana bu bizning imtihon so'rovining muzokirasi. Tushunmagan mazmunlar bo'lsa so'rasanglar bo'ladi. Tushunmagan mazmunlar bo'lsa so'ranglar, agar tushungan bo'lsanglar, bugungi darsimizdan mush yerda oyoqlashadi. Savoqlashimiz debda man fataha babal fasli degan bu cümlenin tarkibini qo'yib bergan bo'lsalar debdi. Man fataha babal fasli. Man lazım bunu istifham deb bilib turinglar. Istifham. Man istifham. Fataha ismi istifham man. Sual so'rashga keladigan bir ism. Fataha fi'l madi. Fi'l madi. Bunun faili qayerda? Kim açtı degandiki fataha degan fi'lning tagidagi yushron domirasi bunun faili bo'ladi. Baba maf'ulun bih. Nimani ishkini kim açtı degandiki bu yerdagi eshikdan iborat fi'l nimani ustiga tushadi? Babaning. Unda bo'lsa maf'ulun bih. Danishkini sinfning. Unda bo'lsa baba maf'ulun bih shundoqla mudaf al fasluchu mudafun ilayh bo'ladi. Bu shaklda qo'yiladi. Onda tefsili debdi masaklaş. Mesela fataha ismi istifham, men ismi istifham, fataha fi'l madi mebniyun alel fethi. Yani bu
Fethi nima o? Mebni. Fetaha bu zörgi mebni babe mef'ulun bih oludu. Yani tushunmagan savolingiz bo'lsa, so'ranglar. Tushunmagan savollar bo'lib qolsa so'ranglar. Agar tushunmagan mazmunlar bo'lmasa, darsimiz o'sha yerda oyoqlashadi. Bu yerda bir savolga bo'lishimiz bundoq so'rabdi. Qatalar rajulul hayyata bil hajar. Bu cümlede qatala fi'li madi, rajulu fa'il. Fa'il. Rajulu fa'il. El hayyata mef'ulun bih. Ba harfi cer, el hacercu bu mecrur. Mecrur. Car mecrur. Yani tushunmagan mazmunlar bo'lsa so'ranglar. Hayya degan yılan degan gap, yılan degan gap. Unda bo'lsa oqdoshlarningki boshqa tushunmagan mazmunim yo'q o'xshaydi. Unda bo'lsa biz kelarki soatlik darsimizningki muzokarasida ko'rishaylik. Assalomu alaykum.